Psixotrop dori vositalari inson salomatligi uchun jiddiy xavf soluvchi vosita bo'lib, ularning noqonuniy savdosi og'ir jinoyatlar sirasiga kiradi va qat'iy javobgarlikka sabab bo'ladi. Shu boisdan ham mazkur dori vositalari savdosining oldini olish borasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan keng ko'lamli tezkor tadbirlar amalga oshiriladi. Jumladan, joriy yilning 22-noyabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyat boshqarmasi hamda viloyat bojxona boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda fuqaro Farg'ona tuman Satkak qishlog'i hududida bir dona polipropilen qopga joylangan dori vositalarini shartli xaridorga 20.250 AQSh dollariga o'tkazgan vaqtda to'xtatish choralari ko'rilganida mazkur shaxs tadbir ishtirokchilarining qonuniy talablarini bajarmay voqea joyidan yashiringan. Shundan so'ng shartli xaridorga o'tkazilgan ushbu qop xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida uning ichida 600 dona kam valyutada jami 8400 dona inson ongiga kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olingan. O'tkazilgan sudga oid kimyoviy ekspertizasining xulosasiga ko'ra 8400 dona oq qizil rangli kapsulalar tarkibida chindan ham kuchli ta'sir qiluvchi moddalar mavjudligi, mazkur moddaning umumiy og'irligi esa 2520 grammni tashkil qilgani ma'lum bo'ldi. Olib borilgan qidiruv tadbirlari natijasida esa voqea joyidan yashiringan gumonlanuvchi qo'lga olingan. Tergov jarayonida u dori vositalari uchun olingan 20.250 AQSh dollarini o'z yashash xonadonining hovlisiga ko'mib qo'ygani aniqlandi va pul mablag'lari xolislar ishtirokida protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Xolislar ko'ringlar, seriya raqamlarini ko'ringlar. PA 5289. Aynidan mazkur noqonuniy faoliyatga aloqador bo'lgan bir qator shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari amalga oshirilmoqda.